to'xta, tormiz. Nima tormiz? Siz tormiz, bering tormiz. Voy. Mana? O, ana qizni ko'ryapsizmi? Qarang, mashinasi buzilib qopti. Nima qilib Mana buzilgan hozir bo'lsa? jentelmenligingizni ko'rsatadigan vaqtingiz. Tushing, tuzatib beramiz. Ustasiz-ku. Shoshvonma. Odamdan yaxshilik qoladi, Sirochika. Kechirasiz, yaxshi qiz. Yordam kerak emasmi? Your shadow never left my heart. Time could never tear apart. Even if you're far away. Apteka sinimku, radnoyim. Radnoyim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuring, ketamiz. Qoch. Men jentelmenman, yordam berishim kerak. Menga joydari bola yoqadi, jentelmenlik yoqmaydi. Yuring, ketaylik. Sizni menga Xudo yetkazdi. Mashinam buzilib qoldi, qarang. Xudo meni ham yetkazdi bularni olib ketishim uchun. Bizda buni to'g'rilab beradigan. Qani qochingchi? Ketayotganimda o'zidan-o'zi o'chib qoldi. Yaxshi ham keldinglar, opa. Opa? Qatta opa ko'rasiz? Men sizdan kichkina bo'lsam kerak. Nima jahl qilyapsiz? Asabam ketibdi. Ketibdi. Nima ketibdi? Shlank uzilib ketibdi. Ular boshqatdan qo'yib yuborish kerak. To'g'rilang unda. Nima qilmoq hozir? Ko'p gapiryapsiz. Kulutchi ber. Nima bu? Ключ? Qaysi biri ключ? Men ruskoязычный qizman. Ruschada ключ bo'ladi bu. Ключ. Buni motorga nima aloqasi bor? Motorga tiqib buraymanmi? Nima qilaman buni? Rus tilida ключ bo'ladi-da. Xafa bo'lmang, opa hayajonlanyaptilar-da. Yana opa deydi-ya. Sizdan bo'la qoling, mashina to'g'rilash yoqib qoldimi yoki? Ushmanglar, bo'pti. Siz ko'p gapirmang, hammasi sizni bo'yapti o'zi. Tinchgina yashab yurdik. Qatdan paydo bo'lib qoldingiz hayotimizda? Mana hayotimga o'zinglar kirib keldinglar, yordam kerak emasmi deb. Boshqa yo'lda buzilsa bo'lmaydimi mashinangiz? Ammo har kun yuradigan yo'lim uzr, lekin keyin safar Sirdaryoda aylanib o'taman, bo'ladimi? Qashqadaryodan aylanib o'ting, xo'pmi? Yoki Surxondaryodan? Bo'pti, suv bering. To'g'rilaylik. Hozir. Men tushunmadim sizlarni. Voy, Voy, Ko'tar! Ko'tar kapot! hayolimdamidi? Jinnimisan sen? Qizlarga qarash ko'rsataman sizga. Qanaqa qizlarga qarash? Xayolimda bo'lsa ham qaramaysiz. Tushing oldimga. Bo'ldi, seni haydoring mashinangizni to'g'rilab qo'ydim. rahmat. Hamma yonni rasvo qilding. Siz-ku. Xayolimda bo'lsa bori. qaramaysiz. Voy tavba. Faqat shu opa shuni qarashchilarmi? Yoki hamma qizlar shunaqami?